Assalomu alaykum hammaga. Biz yine navbatdagi ko'mir kotyolimizni Shavota, Yangi bozorga berdik. Yangi bozor Urganch yo'lining ustida ekan. Endi shu akamiz bilan berga og'amiz yine oldi kotyolimizni. Bize sizlar ham manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Xorazm viloyati Shavot tumanida joylashgan. Asosiy sentralniy yo'lni bo'yida joylashgan. Bu tarafdan kelsangizlar Xivodan, Qo'shko'pirdan, Yangiariqdan kelsangizlar bo'ladi. Bu tarafdan kelsangizlar Maxtumqulidan, O'zbekistondan, Tomojin tarafdan kelsangizlar bo'ladi. Bu tarafdan kelsangizlar Urganchdan, Qoraqalpoqdan, Gullandan, hamma taraflardan kelsangizlar bo'ladi. Bizning asosiy ishimiz gazlashtirilgan hududlarni ko'mirli kotyol bilan ta'minlash. Kimga shuningdek kotyollar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar, xudo xolasa. İnşaatımını özleri ikkita don bo'lsa, ikkita don pulini qaytib, agar bizdan dastlabki bo'ladigan bo'lsa, shu aytilgan bahada berib, kafolatini berib, kafolati 1 yil bo'ladi. Aka, kotyolni olganingizga rozimisiz aka? Esa inshu kotyollar 1 yilgacha garantiya aka. Nov kamisi bo'lsa, sizga telefon nomerini beraveraman, telefon aytib beraverasiz aka. Yana hamyurtlar ko'rib tursalar, yana 1 yil kafolatini berib, hamma nalarni berib, xudo xolasa shu aytilgan nada javob berib, kafolatini berib yuboramiz yine. Yine shuningdek, yine kotyolimizni odi Maqsad degan bolaniki yine. Maqsad degan ishchimizki. Shu masalan agar katyolimizda bir kamiz chiqadigan bo'lsa, Maqsadbekni tutib olib borib, bir qator kamizlarni do'g'illatib, agar kamizlari do'g'illanmaydigan variant bo'lsa, imandinini shu kotyolimiz yine kamisi do'g'illanmaydi ekan, bu kotyolimizni qaytarib akib, bundan toza kotyol berganmiz yine. Sağ olunglar, salomat olunglar.